Assalomu alaykum. Sahifamiz orqali interyer dizayn sohasini o'rganuvchi va shu sohaga qiziquvchilar uchun navbatdagi mavzu dekor elementlari bo'ladi. Ko'pchilik dizaynni rang va mebel bilan tugadi deb o'ylaydi. Aslida esa interyer dekor bilan jonlanadi. Dekor bu mayda detal emas, u xonaning xarakteri, egasining didi va kayfiyatini ko'rsatadi. Bugun men sizga rasm, gul, gilam va yostiqlar yordamida xonani qanday qilib professional darajada boyitish mumkinligini tushuntirib beraman. Dekorga o'tishdan oldin bitta shart bor. Agar rang, mebel va yoritish hali aniq bo'lmasa, dekorga o'tish haqida hatto o'ylamang. Rasm bu devorga osilgan oddiy buyum emas, bu emotsiya manbai. Rasm tanlashda asosiy qoidalar. Birinchisi, interyer uslubiga mos bo'lsin. Minimalizm uchun abstrakt, sokin ranglar. Klassika uchun ramkali kompozitsiyali rasm. Zamonaviy uslub uchun grafika, fotografiya. Rasmning hajmi, ya'ni katta-kichikligi juda muhim. Kichik rasm katta devorda yo'qolib ketadi. Juda katta rasm esa xonada qo'pol ko'rinadi. Keyingisi, bitta katta rasm bir nechta mayda rasmlardan yaxshiroq. Bu professional yondashuv hisoblanadi. Rasmning ranglari interyerni takrorlamasligi kerak. Odatda bir xil rang zerikarli bo'ladi. Eng katta xato bu rasmni bo'sh joyni to'ldiradi deb devorga ilish. Gul interyerdagi eng jonli element, u har qanday dizaynni yumshatadi. Gullar bilan ishlashda qoidalar. Tirik gul sun'idan ustun. Agar parvarish imkoni bo'lsa, tirik gul qo'yish to'g'ri bo'ladi. Xonaga gullarni ko'p qo'yish emas, ularni to'g'ri joylashtirish muhim. Bitta katta gul interyerdagi asosiy fokus nuqta bo'lishi kerak. Bir nechta mayda gullar alohida emas, guruh holida joylashtirilsin. Gul idishi ham interyerning muhim qismi hisoblanadi. Shu sababli keramik idishlar, tabiiy ranglar, oddiy shakllarni tanlash afzalroq. Hamma xonaga bir xil gul qo'yish tavsiya etilmaydi, chunki bu xonani sun'iy va zerikarli ko'rsatadi. Gullar trend uchun emas, balki xonaga jonli muhit va muvozanat berish uchun ishlatiladi. Gilamlar ham dekor vazifasini bajaradi. Ular faqat pol yopish uchun emas, balki xonani vizual tarzda birlashtirish uchun ishlaydi. Naqshli gilamdan ehtiyotkorlik bilan foydalaning. Naqsh devorlar bilan va yostiqlar bilan raqobat qilmasligi kerak. Gilam xonani zonalarga bo'lishi mumkin, masalan, mehmonxona, ovqatlanish va dam olish zonalari. Yostiqlar eng tez va oson o'zgaradigan dekor elementidir. Yostiqlarda 2-3 ta rang yetarli, ko'p rang tartibsizlik hissini keltirib chiqaradi. Turli teksturalardan foydalaning. Mat, to'qima, yumshoq materiallar. Juft qilib joylashtiring. Simmetriya xonada muvozanat hissini yaratadi. Ularni mavsumga qarab o'zgartirish kerak. Qishda iliq ranglar, yozda esa yengil va och ranglar mos keladi. Dekor qilishda ko'p uchraydigan xatolar. Bir do'kondan hamma dekorlarni olish, juda ko'p bezak ishlatish, moda ortidan quvish va har bir burchakni to'ldirishga urinish. Unutmang, bo'sh joy ham dizaynning bir qismidir. Dekor muammolarni yashirmaydi, balki u tayyor dizaynni yanada kuchaytirib beradi. Interyer dizayniga oid barcha videoroliklar ushbu sahifada joylangan. Ularni ketma-ket ko'rib, sohaga oid barcha bilimlarni o'rganishingiz mumkin. Sizlar bilan Layla Ozodova bo'ldi.